Fazilat momo Mamajonovaning Tojikistondan Farg'ona viloyatining So'x tumaniga kelin bo'lib tushganiga bu yil 62 yil to'ladi. 82 yoshni qoralagan Fazilat momo 20 yildan beri o'z aka-uka, opa-singil, bolalikda birga o'ynab ulg'aygan dugonalarini ko'rolmay, ularning sog'inchi bilan yashadi. Ammo nolimadi. Davlatimiz rahbarining xalq manfaatini o'ylab qabul qilingan farmoniga asosan nihoyat Fazilat momo ham fuqarolik pasportiga ega bo'ldi. Ukalarim, sinirlerimni ko'rganim yo'q. Prezidentimiz Shavkatjon Mirziyoyevga rahmat. Parvardigor yaxshi kunlarni ko'ringlar. Bunday muammoda yurganlar So'x tumanida 200 nafarini tashkil etadi. Prezidentimiz farmoni bilan ularning yana 6 nafari fuqarolik pasportiga ega bo'lishdi. Taqdir taqozosi bilan Tojikiston Respublikasidan O'zbekiston Respublikasi fuqarosiga turmushga chiqdim. 95-yil qayd qildim turar joyimga. Biz chegara zonada yashaganimiz uchun viloyatga chiqa olmasdik. So'x tumani yurtimizdagi yagona anklav hudud hisoblangani bois tuman hududidan viloyat markaziga yoyinki mamlakatimizning boshqa shahar va tumanlariga pasportsiz chiqishning imkoni yo'q. Umid qilamizki, tez orada qolganlarga ham fuqarolik pasporti beriladi va ular viloyat markaziga bora oladi. Jahongir Sobirov, Faridun Parpiyev So'x tumanidan markaziy studiya uchun tayyorlandi.